Assalomu alaykum hammaga. Bugun 21-iyun sanasi bilan Nur Avtoga kelganmiz. Sherzod akamizni oldilari do'stlar. Hozir Spark, Gentra, Cobalt, Damas, xullas hamma mashinani narxlari bilan tanishtirib o'tamiz do'stlar. Video boshidan like, kommentariy kutib qolamiz. Manzilimiz Qarshi shahar, Jayxun ko'chasi, Qarshi mashina bozori tarafda do'stlar. Qarshi mashina bozori, JM Salon, Kia Salon, to'g'risida Nur Avto do'stlar, bemalol kelaverasizlar. Xo'p, video boshidan like bosgan bo'lsanglar, birin-ketin ko'rsatib ketaveramiz. Tan narxini ham aytib o'tamiz. Kredit olaman deydigan obunachilar bo'lsa, kreditini ham aytib ketaveramiz do'stlar. Mana Sparklardan boshlaymiz, xudo xolasa hozir. Xo'p do'stlar, Sparklar qatoridan, Sparklardan boshlaymiz. Birinchi bo'lib, assalomu alaykum Sherzod aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Bugun mana bir hafta o'tdi aka oradan birdaniga. Shunday. 21-iyun sanasi bilan bugungi narx-navolar bilan tanishtirib o'tsak aka. Bugun narxnomamiz ancha pasaygan, to'g'risi. Tushib kelyapti. Tushib kelyapti, lekin yaxshi mashina, zo'r mashina o'zini ushlab turibdi-da. Yaxshi sifati, Shunday. qoralar, ayniqsa imkon daraja xalqimizga shu qora desa qora, oq desa oq yetkazib berib turibmiz-da. Harakat qilsangiz bo'ladi-da, harakat qilmasangiz hozir nima desam, Kelishsa, ko'ngildagidek mashina topib berasiz. mana hozir topki degan narsani topib kelyapman-da. Ravon deydimi, qorasini, mana Onyx deydimi, qorani zo'rlar kelgan Cobaltlarni, ideallar kelgan. Mana aka Spark bo'yicha nima qilamiz? Sparkimiz. Nimasini nomerini yechgin. Nomerini yeching. Bu Sparkimiz yili necha ekan aka? Bu Sparkimiz yili 15. Yangi motor. Probeka kelsa, probeka 15 metallari bor. tamam. 110 probeka. Metan gazi bor mashinada. Tayyor, balonlari yaxshi. Holati normal, zo'r. Kraskasi yo'q mashinani. Siniqcha turibdi. Tiniq 65 turibdi. talik metallari bor. 60 million so'm deyapman mashina. Narxi 60 million. 60 million so'm bemalol kelishsin. Kelishilgan holga qilib beramiz. Bank deydimi, naqd deydimi, qanday bo'lsa kelishib qilib beramiz mashinalarni imkon daraja. 60 millionga do'stlar, 2015 kraskalar. Yangi motor, mashinacha holati zo'r mana. Holat zo'r. Spark Holik, bo'laman. chexol, hamma narsa qilingan mashinacha. 60 million so'm baho qo'yamiz, kelishtirib beramiz. Bu Sparkimiz 2022-yil mashinani Yili yangisidan so'raganlar. yil yangisidan so'raganlar, mana xohlasin ayol kishi nima qilib bersin. Benzinda. Mana. Shu Avtomat. benzinni yurgan mashina. Mana holatini qarang, orqalarini. Juda tiniqdir. Maslagi bu. Masli. Bu mashinamizning tan bahosi 106 million so'm. 106 millionga. 106 million so'm. 15-16 million bilan ham chiqadi. Oylik to'lov 3 million 500, 3 million 400 dan chiqadi-da. Sparkda endi nima deydi? Oxirgi chiqqanlarida bu. Oxiri chiqqani Hamkorbankdan qilib beraman. Agar Hamkorbankdan bir 25 million 30 million so'm pul bo'lsa, shu mashinalarimizni kelishilgan holga qilib bera olamiz. Arzonroq chiqadi-da Hamkorbankdan. Tak, hozir hisoblab beraman sizga. Tak. 106 minus qilamiz, 14 minus qilamiz. 30. 30 million so'm plita. 30 million bilan olib chiqib ketsa. 2 million 800 mingdan 90 million assetkasi qoladi. Mashinamiz. Sparklardan bir ko'p. Bir ko'p. Bu mashinamizda narxi kelsa, bu mashinada Propalli ekan. 72 million so'm 2019. Bu 19 72 million. 72 million so'm 19. Toza mashina, propanchasi bor, kraskasi yo'q mashina. Qarshini mashina bu. O'zimiz Qarshini bu konserner qo'yuvchi ballarnikida. Mana ki, propanchalar qo'yilgan, ideal holatga. Bor. Mashina tan bahosini kelishtirib qilib beraman, 70 million so'm qilib beraman. Oylik to'lov, bosh to'lov ham yaxshi chiqadi buni. 25 million so'm pul bo'lsa qilib beramiz. 25 million so'm bosh to'lov bilan kredit qilsa bo'ladi. Shunday bo'ladi. 25 million bilan qilib beramiz. Bosh to'lov, oylik to'lov yaxshi chiqadi-da. 70 million pelis qilamiz, 10 million. Tak, 80 million bo'lgan bo'lsa, 80 minus qilamiz, 45. Tak, 35 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 450, buniki 1 million 600 million 500 dan chiqadi. 1 million 600, 1 million 500 atrofida bo'ladi. 4 yilga yana do'stlar, muddati kamroq. Oylik to'lov. Tak, bu mashinamiz 2020 mexanika, metallari bor. metallari bor. Hamkorbankdan chiqaramiz buni. 80 83 pelis qilamiz, 12 minus qilamiz. 70
Bu mashinamizga 25 million so'm pul ketadi, 70 million asatga qoladi, 2 million 100 mingdan hamkorlikdan qilib beraman. 2 million 100 dan. Ya 2 million 100 ming kechirasiz. Bu mashina 2 million 800 2 million 900 dan chiqadi. 4 yillik chiqadi. Ha, 4 yil bo'ladi, 5 yil 4 emas. 20 da yili. Ha, Shuning uchun 4 yillik chiqadi. 4 yilga. Mana bu Nexa'miz. Nexa 2 so'raganlar, mana Nexa 2. Nexa 2. Lux konditsioner 2015. Tiniq turibdi mashina. Kraska yo'q. Konditsionerlari bor ekan. Ideallar bizga bo'ladi-da Bitta. mashina. Ha. Ideallar, tozalar, tiniqlar, Nexa qiziquvchilar-da. Tak, bu mashinamizda tan bahosi 62 million so'm. 62 million Nexa'ni tinig'idan olaman degan. Tiniqdan olaman deganlar, mana 62 million so'm. Buni kelishilgan holga qilib beraman. Tushundim. Bemalol kelaversin. Tak, labolarimiz juda ko'p labo sotdim shu kun. Ha. Zo'r ketdi labo, xudoga shukr. Ertalab pochinni ochdim bozorda. 86 million so'm 2025. 20 ming yurgan mashinani sotdim. Bu mashinamiz ham mana aka 76 million so'm beraman. Yili necha aka buni? Yil 2023. 23. 23 mana qanday turibdi holati? Ideal holat. Mana rezinlar qo'yilgan mashincha. Gazlari bor. Metan gazlari bor. Bu mashinamizda agar olamiz desa bosh to'lovi 13-14 million ketadi, oylik to'lov 2 million 600 dan chiqadi. 2 million 600. Shu mashinamizni qilib bera olamiz. 20 million bosh to'lov bo'lsa, bu ham chiqadi, oylik to'lov 2 million 200, 2 million 100. 70 minglardan to'g'ri kelayotgan. 2 million ham chiqadi bu. 2 million mashinamizdan. Birlamchi bo'ladi. Tushundim. 60-63 milliongacha beradi. Bank kredit beradi. Mana bu Cobalt'imiz Actros 2022. Bu 22. Ha, Avtomat. 120 million so'm kelishtirib beraman mashinamizda. Bosh to'lovi 15 million so'm ketadi, oylik to'lovi 4 million 300 dan chiqadi. 4 million 300 dan 5 yillik bo'ladi bu. Shunday. Toza tiniq mashinamiz. 118 million ekan. Mana. Bemalol kelishaversin, mashincha tiniq holati zo'r. Mana. Mana metallar qo'yilgan, tayyor. Ideal holatga mashina. Tiniq turibdi. Bu jentramiz. Mexanika. Mexanika so'raganlar, mexanika. 2021 112 million so'm. Bu mashinamizda kelishtirib qilib beraman. Narxini 110 millionga qilib beraman. Mashinaga bosh to'loviga 20 milliongacha pul ketadi, oylik to'lov 4 milliondan ziyod chiqib turadi. Ha. Mashinamiz mana holat zo'r. 2021. Nima bir Cobalt'imiz. Ko'rmisiz? Mazza, solda. Metan bor. Yana bitta 2022 118 million 33 ming probekka metan toza. 4-inch pakalina metan. 2022. Tak, hozir hisoblaymiz buni ham. Birlamchi 118 plus qilamiz 13 minus qilamiz 105. 26 million so'm ketadi bosh to'lovi. Asatga summasi 105 million qoladi. Oylik to'lov 3 million 200 mingdan chiqadi. 3 million 200 dan 5 bo'ladi. yillikka chiqadi Hamkorbankdan birlamchi. Oylik to'lov zo'r ekan. Oylik to'lovi ham bu mashina o'zi ham yaxshi mashincha, svej mashina. Metallari bor, toza mashina, orqalarini ham ko'rsin. Tayyorgina mashincha mana. Bu Avagirif dinkalikda. Ha. Barlari bor, anolar bor. Rullari knopishni. Managa. Tiniq. Ideal holatga mashinamiz. Tak, qora hozir Qora Nexia 3. qora talab katta bo'libdi. Qorani chiqib qolib Hadi qora Cobalt'imiz ham bor. Mashinaga 115 million so'm baho qo'ydim. 16 million so'm ketadi ana shu mashina. 16 million bilan 15 chiqadi. millionga ham chiqarib beraman. Tonirovkalari bor, Avtomat avtomat. ruxsatlari bor. Oylik to'lov 3 million 500 3 million 600 mingdan chiqadi. 3 million 500. Agar birlamchi olaman desa, birlamchi bemalol kelishsin, shu mashinani qilib bera olamiz birlamchi. Tak, 115 plus qilamiz 14 minus qilamiz 95. 34 million so'm pul ketadi, oylik to'lov 2 million 850 ga 2 million 950 mingdan chiqadi. 2 million 950. 95 million astarkasi qoladi. Mashina tan bahosi 115 million so'm. Aytib o'taman, takrorlan qarang. 115 million so'm, 14 million so'm rasxodga ketadi, nomerlar oshgan aka. Qarang. 95 million astarga qoladi.
oylik to'lovi 34 million so'm pul ketadi. 34 million. Ha. Agarda shuni 14-15 million bilan ham chiqarsa bo'ladi, oylik to'lovi 3.7-3.8 dan chiqadi. Tushundingizmi? Asl qilmas baland qoladi. Puli borlar manaki balandroq boshqa bankdan qilib beramiz. Xohlagan bank, tanlagan bankdan qilib beraman. Iloji boricha ko'proq berishgan yaxshi. Ko'proq bersa qilib beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qani, kontrakt yaxshi. Mana bu Onyx'imiz 2024 aka. 24 benzinda. Benzinda. Propani bormi? Eng zo'ri o'sma. Propan. Propan. Mexanikani eng fullida bu. Ha, full. 131. Tez qilamiz 14. Bu mashinaga ham 35 million so'm bosh to'lov bo'ladi. 3 million 400 mingdan oylik to'lov chiqadi. 110 million assetkasi qoladi. Birlam chiqib bera olamiz aka. Ha, birlamchiga chiqadi. Tiniq, holati zo'r. Kraskasi yo'q mashina. Hozir orqalarini ochib ko'rsataman. Orqa o'rtadan ochiladi. Tabletga qo'yilgan tabletga. Kraskasi top-toza, o'zini praviki. Bemalol kelishsin, shu mashinani ham qilib bera olamiz. Agar bosh to'lovim kam desa, bemalol bosh to'lovga 20 millionga desa qilib bera olamiz. Oylik to'lov 4 milliondan ziyodroq chiqib turadi. 20 millionga ham qilib berasiz. Xohlagan bankdan qilib beraman. Farqi yo'q biza. Bir lamchimi, ikki lamchimi narxni kelishtirib sotaveramiz mashinalarni. Qora deyishdi, qoralardan o'tgan hafta juda ko'p sotdim. Boya bitta qora 22 ming sotdim. Avtomatga olgan. Endi buni sotaman. Ketirib beraveramiz biza. Shunday. To'g'risida, любой mashina bo'lsa kelib beraveradi. Mana mashina ideal. Qora Cobalt. Ha. 25 ga 26 150 3 million so'm. Mashinaning kraskasi top-toza. Kraskalari zo'r. Midnight. Medline. Mansur aka ketayotgansiz? Vaqtingiz bormi? Men akajon. Tak, mashinamizga qarang. Benzin yurgan, kraskasi toza, probek halol, o'zini yurgani. 7000 dan ziyod yurgan mashina. Mana orqalarini ko'ring. Mashina ideal. Ideal holatga. Qora deganga qora Medline manaki bizga bor-da. Kelishsin qilib beramiz. Tak, yana mashinalarimiz bu tarafga bor. Bemalol ko'ramiz. Gentra. Gentra 22, 116 million so'm. Buni 15 million so'm bosh to'lov bo'ladi. Oylik to'lov 4 milliondan ziyod chiqib turadi. Agar hamkor bankdan qilamiz desa, bir lamchi qilib beramiz. 30 millionlar pul bo'lsa, 100 million so'm assetka bo'ladi. Oylik to'lovi yana aytib o'taman, 3 million 100 mingdan chiqadi. 3 million 100 ming. Mashinamiz tiniq. Qarang, metan qo'yilgan, toza. Holat ideal holatga. Bonusiga bitta chiqolni olib qo'yamiz, yonboshchasiga beraveramiz. Mana zapaskalar tushmagan. Metan gaz o'rnashtirilgan bonus. Tiniqadan. Tak. Mana bunisi 20. 20 metani bor mashinada. Mexanika bu ham do'stlar. Probek 160 ming yurgan mashinamizni tan bahosini 95 deyapmiz. Zavodskiy metan mana. Zavodskiydan so'raganlarga 95 million deyapmiz. Buni kelishtirib qilib bera olamiz. Tak. 95 plus qilamiz, 12 minus qilamiz. 85. 22 million so'm ketadi, oylik to'lovi 3 yillik bo'ladi. 3 yilga 400 mingdan chiqadi. 3 million 400 dan olib ketaverishadi. Bemalol 3 million 400 dan qilib beramiz. Mana Ravonlarimizda ideallar kelgan. 118 milliondan bittasi propan, bittasi metan. Mashinaning holati toza, kraskasi yo'q aka. Mashina mana ko'ravering. Ideal holatga turibdi. Avtomat. Avtomat. Avtomat tiniqlari mana shu. Zo'rida mashina yaxshisi toza sotish kerak, yaxshisini sotish kerak, ham insofli sotish kerak. Ko'proq qo'ysangiz ham bo'lmaydi-da. Shunday. Tak, 118 plus qilamiz, 13 minus qilamiz, 95. Mana shu mashinaga borki 36 million so'm pul ketadi, oylik to'lovi 2 million 950 mingdan chiqadi. Assatsiyasi 95 million. Agarda
pulim kam deganga 20 million so'm ketadi. Oylik to'lov 3 million 600 ming. Kelishaversin qilib beramiz. Ikkalasi ham bir xil narxi. Aytib o'tay. Mana mashinamiz 118 milliondan bu metalliyiz. Ko'rdingizmi? Tiniq turibdi mashin. Kraskasi yo'q, balonlari zo'r holati. Ideal holatga turibdi. Chixollar qilingan mashinamizga. Olik chixolchalari bor. Parokgacha sepilmagan ekan, qarang. Ideal bu. Tinig'idan, zo'ridan olib kelingan mashinalar, zapaskalar tushmagan. Bu mashinamizga ham xuddi shunday. 20 million so'm bosh to'lov ketadi. Oylik to'lov kelayotgan bo'lsa 3 million 600 mingdan chiqarib beramiz. 3 million 600 olib ketaversa bo'ladi. Agarda 36 million to'lov qilinsa, 95 million ostatkasi qoladi. Oylik to'lovi 2 million 950 3 milliongacha chiqadi. Mana shu mashinamizni. Mexanika ravonlarini ham sotdim bugun. Ha. Bugun savdo zo'r bo'ldi. 23 ga 24 127 million, 19 ming probekka. Mashina benzinga yurgan. Kelishtirib beramiz mashinani, mana aka. Ko'ravering holatini. Tiniqlari. Zo'rlari bizga. Mana 23. 23 probek. 23 ming yurgan. Mashina probekini ham aytib o'taman, 19 ming yurgan. Mashinamizga bemalol kelishaversin, qilib beraveramiz. 25-26 million pul yetadi. Oylik to'lov 20 millionga ham chiqara olaman. Oylik to'lovi 4 milliondan ziyodroq chiqadi. 4,5 million chiqadi. Xullas, kelishsa har xil variantini ko'rsatib beraverasiz. Xohlasin, narxga olsin, farqi yo'q. Shunday. Mexanika Cobalt deganlar, mexanika Cobaltimiz bor mana aka. Cobalt mexanikasi ham ancha kamayib ketdi o'rtaga. Shunday. 120 million so'm deyapman. Mana. Mana holati ko'ravering. 65 ming yurgan ekan. 65 ming yurgan, 120 million deyapman. Buni bosh to'loviga hozir sizga aytib o'tamiz. 120 plus qilamiz 14, minus qilamiz 95. 95 39 million so'm ketadi, 95 million aslatga qoladi. Bunga. 100 million ham olsa bo'ladi. 34 million so'm ketadi. 3 million 100 mingdan oylik to'lov chiqadi. 5 yillikka. 5 yilga. 100 million so'm aslatkasi qoladi. Bu ravonimiz. Ravonlarni ham ideallar kelganda. Qarang qarang. Zo'rlar. Ravon zo'rlar bor ekan bugun. Qarangchi, 3 ta ravonimni 118 milliondan qo'ydim. Bu 120 millionda. 118 qo'yib yubordingiz buni ham. 118 ga qo'yib yubordim buni ham. Qarang, mashinani holatini. Juda ideal miningan, yaxshi miningan. Chimizatsiyalar bo'lgan ekan orqalari. Bu mashinamizga ham shu 20 million so'm ketadi. Oylik to'lov 3 million 600 mingdan chiqadi. 3 million 600 dan olib ketaverishadi. Mashina tiniq. Pulimiz salgina ziyodroq bo'layotgan bo'lsa, pulini anaqa qilamiz. Kamaytirsa bo'ladi oylik to'lov. Oylik to'lov kamaytirsa bo'ladi. Shunday. Bu mashinamiz 3 ta 6, 3 ta 6. 2020 bu nima ochilmagan? 2024 bo'lsa kerak. Mana bu nimamiz? 68 million labomiz. Yili necha aka buni? 2021. 21? Ha, 21 ga 20 ekan, 68 million so'm. Buni ham kelishtirib qilib beramiz. Hamkorbankdan qilsa bo'ladi lekin. Hamkorbankdan 20 million 30 million pul bo'lsa, shuni qilsa bo'ladi. Oylik to'lovi maxs chiqadi. 68 plus qilamiz 12, minus qilamiz 55. 25 million ketadi, 55 million assatkasi qoladi. Oylik to'lov kelayotgan bo'lsa 2 million 400, 2 million 300 dan chiqadi. 4 yilga chiqadi aka. Mashinamiz. Mana mashina ochinglar, 3 ta oltini qo'yib yuboramiz. O'zlar sotganmi? Bu Damasimiz. Damasimiz. Yil necha yil bu? 22. Bizaniki emasmi bu? Ha, bu 2021 ga 22, mashinamiz tan bahosi 60 million so'm. Metan gaz o'rnashtirilgan, archa balon qo'yilgan, mashinamiz tiniq holatga. Mana ki. Ideal holat mashina. Ko'rsalar bo'ladi. Kelishtirib qilib beramiz buni. Tan bahosini 58 qilib beraman. 58 million. 5 million so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 2 million 330 mingdan chiqadi. Tushunarli. Qora Gentra. Qora Gentramiz bezlukli 53 ming probekka, propanga toza. Amerikankalar bor. 23 yili. Black Piano qilingan. Shunday. Propan gazlar. Propan gazlar bu. Mana.
Buni bosh to'lovi qanchadan chiqadi? 15 mi? 16 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 4 million 500 ming. 4,5 milliondan 5 yilga bo'ladi. 16 million yetadi. 23. Ideallari, zo'rlari, Damaslar yaxshisi bormi deganlar, mana olib kelganmiz 26 bilan. Mashinamizni tan bahosi kelsa 92 million. 92 million. Ol, xarajat qil, narsa qil. Yangi ekanda bu. Bitta propanli, bitta metalli qo'yib qo'yman mashinada. Zo'ridan, mana kel, tinig'i qarang. Xohlasa bu ketaveradi. O'sha payt qidirib topolmaychi deydi shu mashinalar. Hozir to'g'risini aytsam, Damas problema emasda topish. Shunday. Lekin bunga xarajat qilingan odamni o'zi biladi-da, kistasan ketgan. Damas ko'p Xarajat bo'lgan mashinaga. Tak, kelishtirib qilib beramiz mashinalarni. Bemalol mana bu Damasimizni qarang, bunisini qarang-da. Bu ham tinig'idan. Gazlari bor. Qarang, chiqol qo'yilgan, qimmat chiqol. Patologlar Qo'llik. Mana balonlar bor, hali yurmagan aka. Yangi joyiga qo'yilgan edi aka. Joyiga qo'yilgan. Paroklarigacha bor. Paroklariga qo'yilgan mashina. Mana ko'ravering. 94 million so'm deyapman. Kelishtirib qilib beraman. 94 millionga bu. Ha. Kelishtirib qilib beraman. Agar ikkilamchi, birlamchi qilaman desa ham bemalol kelishaversin. 23 million, 24 million bilan chiqadi. Oylik to'lovi 2 million 800 ming. Oylik to'lovi zo'r. Agar pulim dadilroq pul bo'lsa, oylik to'lov 2 million 330 mingdan chiqadi. Dadilroq 30-35 lar bilan chiqarsa bo'ladi buni. Tak, mana aka, hozir hisoblab beraman. 90 ko'paytiramiz. 13 28 million bilan chiqar ekan. Oylik to'lovi 2 million 330 mingdan ostatkasi 75 million so'm qoladi bu mashina. Qarz 75 million. Ha, shunday bo'ladi. Bemalol mana kelishaversa, qilib beramiz. Mashina zo'rini chiqardinglar. Tak, 2020 ekan bu. Mashina tan bahosi 58 million so'm. Hamkorbankdan bo'ladi, 45 million so'm ostatka. 45 million so'm ostatkasi qoladi. Oylik to'lov shu 1 million 900 ana shunday chiqadi-da. 1 million 900, 2 millionga ham bormayapti. Yo'q, shunday bo'ladi. Yo'q, Damas polni. Damas pol ana olib kelganmiz, mana olib kelganmiz. Van. Tak, bu mashinamizning tan bahosi 78 million so'm. 7 million 10 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 2 million 800 mingdan chiqadi. Agarda 77 plus qilamiz, tinig'idan 13 minus qilamiz 70. 20 million so'm ketadi. Oylik to'lovi buni 2 million 100 ming so'mdan. 2 million 100 dan. 2 million 100 mingdan 70 million so'm ostatkasi bo'ladi. Tushunarli. Bemalol qilaversa, agarda buni 7 million, 8 million, 9 million, 10 million pul bo'layotgan bo'lsa, oylik to'lovini shuni 2 million 700 mingdan chiqarib bera olaman. 2 million 700 dan. Bu mashinamiz xuddi shunday bir xil. Ikkovi bir xil. Bir xil. Bittasini tonirovkasi bor, bittasini qo'ydi. 6700. 4000 kilometrga 4000. Bu mashinamiz ham bir xil, ikkovi ham bir xil. Bemalol ko'rishaversa, mana shu mashinamizni ham, bunisini ham, ikkovini ham qilib beraman. Xohlasa bu. Ha, toza tiniq. Buniki salgina kamroq yurgan. 4400 yurgan. Buniki salgina ziyodroq yurgan, lekin tonirovka, ruxsat, balon, hamma narsa qilingan mashinaga. Xohlasa ikkalasida ham plyuslari bor. Shunday. Plyus tomonlari bor. Mana hozir bundan keyin tarz nimalar zo'rda bu. Shunday aka. Tarz nimalar yaxshi. Bu mashinamiz 2023-yil. Yangi balon, tiniq mashinamiz. Kreditmi yurgan ekan. Kreditmi yurgan. Mashinamiz holati metan gaz. Hozir tiniq. 2023 buni 70 deyapman, kelishtirib beraman. 70. Nech pulga chiqadi aka bu? Bunimi? Ha. O'tib beramiz, bir ikkisini o'tib beramiz mashinaga. Hamma bo'ladi. Ha, 68 qilib beraman. 68. 68 oylik to'lovi ham, buni ham bosh to'lovi ham yaxshi chiqadi. 2 million 500 mingdan oylik to'lov chiqadi. Bosh to'lovi 11 million, 11 million ketadi. 10 million, 11 million yetadi. Tiniq mashinamiz zo'rda. Shunday. Mashina yaxshisini olib kelganmiz. Laboyimiz. Labomiz mana bu. 13 diska balon bosib beraman bunga. Xohlasin. 86 million so'm. Bu 86 million. 86 million so'm. Bosh to'lovi hozir hisoblab beraman buni. 2025 bu.
25. 86 plus qilamiz, 14 minus qilamiz, 75. 25 million so'm ketadi, ostatka summasi 75 million qoladi. Oylik to'lov 2 million 330 ming. 2 million 330. Mana shu labomizga metan gazi o'rndan, propan gazi o'rnashtirilgan metallarni bugun sotdim ertalab. Ha, propanli. Mana mashinamiz 2021 ga 22 70 million so'm tan bahosi. Metallari bor. Metallari bor. Bunga ham 12 million 13 million so'm ketadi, oylik to'lovi 2 million 400 mingdan chiqadi. Mana 2 million 5 yillikka. Tak, bu mashinamiz 431. Bu mashinamizga ham 5 million pul olib kelishaversin. 5 million 2023. 5-6 million bilan chiqaraman shu mashinani. Mana. Barlar qo'yilgan, chexol, polik qilingan, 71 ming yurgan ekan mana patologlar. Chotga turibdi mashina. Oylik to'lov 2 million 330 mingdan chiqadi. Bumi? Ha, ana shu mashinamiz. Faroklar qo'yilgan, tiniq mashina. Shunday. 782. Bu ham shu 23 ya 22. Mashina tan bahosi 60 million so'm deyapmiz. Bosh to'lov kamroq deganlar mana shu mashinamizni ham qilib beramiz. Chexol, polik, bar. 113 ming yurgan. O'zini barlar qo'yilgan, chexol, polikcha qilingan. Hozir lekin sizni aytsam, Damas yigitlarimiz ishlashyapti. Raqobat kuchli, ranshi. Ish bor damas yani. Ha, 2 million qo'ysa ham sotyapti. Iloji yo'q, ro'zg'or o'tish kerak, aylantirish kerak. Yigitlar ishlayapti-da. Biz ham o'zimiz ham kamroq qo'yib sotamiz mashinalarni. Mayli, xalqqa ham arzon bo'lsin deng. Ha, arzon bo'lsin, sotilsin. Shunday. Tak, qimmat balonlar qo'yilgan, mashinamiz tan bahosi 60 million so'm kelishtirib beraman. Xarajatsiz tayyor. Xarajatsiz tayyor. 7-8 million bilan chiqadi ana shu mashina. Bu damasimiz. Bu damasimiz 2023 23 yangi balon. yangi balon. 119 ming yurgan ekan bu. Bu mashinaga ham 6-7 million bilan chiqadi. Oylik to'lov 2 million 400 mingdan chiqadi ana shu mashina. 6 million 7 millionga. Ha. Bemalol kelishaversin. Bugun mashinalar ko'p bozor kirgan, yana behikiga Shunday, mashina. tozalashmabdi-da. Kim 24 bu. Chexol, polik hamma narsa qilingan. Tayyoridan do'stlar. Bu mashinamizni tan bahosiga kelsa 70 million so'm. 70 million. Ha, 70 million so'm kelishtirib qilib beramiz. Bosh to'lovi ham 20 million so'm olib kelishsa, oylik to'lov 2 million 200 mingdan chiqadi. Ikki Tak, mana bu damasimiz. Kim 20 ekan. 2020 yangi balon. 55 million so'm deyilyapti buni. 55 millionlar. 86 ming probekt. Bularni Hamkorbankdan birlamchi qilib beramiz. Bosh to'lov kam deganlar, mana bemalol shu mashina oylik to'lovi ham asl summasi ham arzon chiqadi. Shunday. 1 million 800, 2 million yaqin chiqadi. Shu mashinalarimizni. Bu damasimiz. 74 million so'm. Propani bor. Propan bor, 24. tiniq mashina qarang. 2024 ta bu. Mana. Juda idealniy holat. Polik. Xullas tayyori. Tayyor, zo'ri. 27 mingmi qanchadir? Shunday. 15-16 million bilan qilamiz. 15 million 2 million 600 ming oylik to'lov bo'ladi. Bu mashina. Agar Hamkorbankdan 20 million pul olib kelsa, shu mashinamizni oylik to'lovini 2 million so'mdan qilib beraman. 2 milliondan. Olib chiqish bilan statkasi qoladi. Kuni 70 ming ham bo'lmayapti. Shunday bo'ladi. Mana mashinamizga 5 million so'm olib kelishaversin. 5 million so'mga bonusmi bagi? Ha, 2 million 330 mingdan oylik to'lov bo'ladi. Mashina tan bahosini hech bilib aytsangiz, Qancha? 2 million, bu 58 million. 58 million. Polik, chexol, metan hamma narsa qilingan. Mashinadan undan qilish kerak. Chiroyli Nima mashina kerak ekan opalar? Assalomu alaykum. Keling aka, qaysi yurgan. mashina qilib beray? Kelishtirib beramiz. Oling. Nech pul berasiz? Boqimizda 13 diska balon hamma narsa qilingan, mashaqchasi, petnosi bor. 5 millionga beraverasiz. 5 milliondan bosh to'lov qilamiz, mashaqchasi, petno bor. Aybi shu. Ha, mashaqchasidan petno bor, udari yo'q, germetli, hamma toza. 5 millionga mashina olaman deb hammasini partish mashina olib ketmaslik kerak-da. Ko'rish kerak, so'rash kerak. Bepul olsa ham ko'rish Pulga kerak. olyapti, bepul olayotgan yo'q. Hamma narsa hisob-kitobda. Shunday. Mana mashinamiz. Chexol, Polik polik hamma narsa qilingan mashinamiz. 25 ming.
2024. Buni ham beraman, kel. 72 deyapman. Kelishtirib beraman. 12 lik diska balon hamma narsa qilingan, moshincha. Bosh to'lovi ham 10-12 million olib kelsa qilib beramiz. Tayyor stikerlar ham olingan ekan. 2 million 500 ming. Mana mashinamiz metan 68 million so'm 0.75. 23. Kelishtirib beramiz buni. Paroklar qo'yilgan, tayyor bu ham. 66 millionga beraman. 16 zo'r aka. Bosh to'lovi ham 11 million 12 million ketadi. Oylik to'lovi 2 million 450 ming. 23. 23. Bu ham 64 million so'm. Metallari. 10 million so'm olib kelishsin qilib beramiz. Mashina tiniq, orqalari ochiq, Chexollari bitan bor. gazda qo'yilgan. Ha. Ha. 10 10 million so'm olib kelishsin, 2 million 500 mingdan chiqadi shu mashina. tushunarli. Mana bu mashinamiz. Oxirgi damazimiz. Zo'rdan zo'ri deydi-ku. Shunday. Chexol. Zo'rdan zo'ri bizga. 33 ming yurgan. 3 ming yurgan 2024. Beramiz 72 millionga. 72 millionga ham. G'ashi va ko'bala qo'yayotgan yo'q mashinada. Shunday. 1 million qolsa ham sotamiz, 2 million qolsa ham sotamiz. Nima uchun? Erta mana turgan nima kerak? Sotilsa pul aylanadi. Shunday turaverish kerak, arzonroq Shunday. olib ketaversin aka. Shunday. Mashina kelaveradi, Salom. ketaveradi arzon. Yaxshi bo'lsa aka, mazza, solizlar, sizlar. Rahmat, o'zlar, solizlar. Bular xudosh, o'zga mana keling. Izzat bu ham otlarni nima uchun? Oxirgi damasimiz bu mashina sotildi. Bu oxirgisi edi, bu sotilgan. Ha, sotdim. Tak, mana bundoqchi mashinalarga talab katta bo'ladi. O'tgan safar qo'yganimizda obzorga qo'ydik, 161 sotdim o'sha. Shunday. 161 sotdim. 90 millionga sotdim. Mashina tayyor edi. Bu mashina ham sotildi. Ish kuni har kuni aka? Ish kuni har kuni kelishaversin. Bemalol. Xizmat qilamiz. Mashinalarimizni mana hozir Shunday. obzor ketyapti. Mana keling, ko'rsating. Mana aka. Yigitlarimiz mana ishlaydi kechgacha. Aka telefonimni oling, maslahatlashib nima qilasiz? 6294 meniki. Soat 8 bo'ldi deyarli. 8 bo'ldi. Mana hozir havo issiqki. Shunday. Kelishadi. Nishonlar, mijozlar, har joydan mijozlarim keladi. Salqinga. Xudoga shukr, ha. Yomon emas, kelishilgan holga nima qilamiz? Bemalol nima qilaverasiz? Mana shu mashinalarimizni qo'yamiz. Ana do'stlar,